kishidan ham dori chiqadi, bu kishidan ham dori chiqadi. Hammasini tashiysiz, xudo xolasa. Men aptekada ishlayman, dorixonada. Shu ertalab 7 dan kechqurun kechasi 7-10 gacha ochariq navbat. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma doriga o'rganib. Odam tinmaydi deydi. Pul tegmaydi. Choy icholmaymiz, abidga chiqolmaymiz, bayramga chiqolmaymiz, dam olish qilolmaymiz. Ana shularga Achinarli holat. Faqat doriga o'rganib qolgan. Shunga men o'zim ham qissamda hozir bu qissamda ham dori chiqadi, bu qissamda ham dori chiqadi. Hozir hammasini tashlang dedi. Hammasini tashiysiz, xudo xolasa. O'sha doriga o'rganib qolgan xalqimizni bizni o'ylash, fikrlashlarini xudo xolasa butkul o'zgartiramiz. Hamma odamning oliy maqsadi bo'ladi. Karimov klinikasining oliy maqsadi dodi bu realni, boshqa gap emas. O'sha ukolsiz, dorisiz hayot kechirish, ukolsiz, dorisiz lecheni olish mumkinligini isbotlash. Xudo xolasa, endi nima deydi? Boshqa odamlar kabi siz ham yaxshi bo'ldingiz, boshqa odamlar ham siz kabi yaxshi bo'lsin. Dodi salomat bo'ling. Rahmat kattaga, ketdingizga. Ishlaringizga, umr rizqingizga Alloh barakat ato qilsin. Alloh akbar. Dodi, rahmat, siz ham vaqtingizni oldi. Salomat bo'ling. Bo'pti. Rahmat.